Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia bugun Namangandan uchadigan havo yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari reyslari bilan tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Namangandan Vnukovaga uchish vaqti O'zbekiston vaqti bilan 17:40 da samolyot uchadi. 20:20 ga Vnukova vaqtiga borib qo'nadi. Bagajli esa 2.800.000, bez bagaji 2.600.000 chiqadi. Keyingisi Namangandan Krasnoyarskga bo'ladi. Uchish vaqti 17:20 da uchadi. 22:35 ga Krasnoyarsk vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajli esa 3.100.000, bez bagaji 2.900.000 chiqadi. Xo'p, keyingisi Namangandan Irkutskga bo'ladi. Uchish vaqti Namangan vaqti bilan 6:45 da uchadi. 14:00 ga Irkutsk vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3 million, bez bagajining narxi 2.800.000 so'm. Xo'p, Namangan Piter yo'nalishi. Xo'p, uchish vaqti 10:05 da Namangan vaqti bilan uchadi. 13:25 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3.200.000, bez bagajining narxi 3 million chiqadi. Keyingisi Namangandan Samaraga bo'ladi. Uchish vaqti O'zbekiston vaqti bilan 19:50 da uchadi. 22:20 ga Samara vaqti bilan borib qo'nadi. 2.900.000 bagajli esa 2.700.000 bez bagaji. Xo'p, sizlarga arzon reyslarni tanishtirib o'tdim. Manzilimiz Farg'ona shahar, Tojmahalla ro'parasida. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24/7 postoyanniy ishlab turadi. WhatsApp, Telegram bor. Postoyanniy aloqada bo'lamiz. Agar masofa uzoq bo'lsa, через Telegram yoki WhatsApp pasportlarni tashlasalar onlayn ham qilib beraveramiz.